Assalomu alaykum Xontuning kuzatuvchilari. Damas avtomobillarimizga lider qo'ymoqchimiz. 655 va 019 ga 655 o'zim mashinam qora lider qo'ymoqchiman. Bu 019 ga o'zimizga eng yaqin akaxonimiz bo'ladi. Aslida aka oqidan qo'ymoqchiman, oq liderdan. Akalar qaysi biri yarashyapti? O'zi Damasga lider yarashami, yarashmaydimi? Lider yarashadigan bo'lsa 655 o'zimni Damasimga qora liderni qo'yaman akalar. Sizlar kommentga yarashadi deb yozinglar birinchi. Oq yarashadigan bo'lsa 019 ga oqini qo'yib beraman. Akalar, bu 019 Damasga aslida o'zim nomimdan besplatni qo'yib beraman. Yarashadi deb yozib ketinglar aka. 655 ga yarashadi deydigan bo'lsalar, o'zimga besplatni qo'yaman qorasini. Akalar, sizlar kommentlar menga juda ham muhim. Like qizartirib bizni kuzatishda davom etinglar. Xontuningga chorrasida lider pedallar kerak bo'lib qolsa akalar.